Burunqi vaqtida men xanzularning bir yumshoq deti olyapti, ya'ni chawjijiba deydigan. Ya'ni qo'yg'ishdi u. Mashada bir narsa midrab turibdi, ya'ni bir diska qo'yilgandek, piqirayotgandek ko'rinishyapti. Unda bo'lsa, biz mush o'rindagi aykunni harakatli holatga aykun qilib ishlatkili bo'lamdi yo'qmi? Bir ko'rib baqala. Buning uchun bir misol ishlaylik. Eng avval bu misolga ketarlik bo'lgan ma picturedan bir qanchani olaman. Taxminan oddiy misol uchun bo'lganlik uchun 5 tal olay. Yani picture birning picture degan xosligidan ma'vo rasmni sepildim. Ikkinchisiga ma'voni sepildim. Uchinchisiga buni, to'rtinchisiga buni, beshinchisiga ma'voni seplab beray. 5 tal rasm seplindi. Programni qo'zg'atsam, 5 tal rasm ko'rinib oladi ekan. Men buni qo'zg'alganda ko'rinmaslik uchun tanlab, hammasiningki o'rtaq bir xosligi bor. Ko'rinmaslik deydigan, buning qimmatini yolg'on qilib o'taman. Men programni qo'zg'atsam ko'rinmadi-ku. Ondan keyin timer boxdan bir nelab, yani soat kontroldan bir nelab, buning intervalni men qilib qo'yay. Ondan keyin a as integer a deganimiz teng a plus 1. Agar a ning qimmati teng 1 bo'lsa, u holda form 1 ninki iconsi teng bo'lsin picture 1 ninki picturesga. Agar a teng 2 bo'lsa, u holda form 1 ninki iconsi teng bo'lsin picture 2 ninki picturesga. Mayada men bu shart jumlasini qo'llanyapman. Amaliyotda buni shart jumlasi bilan ishlash intay avarchilik. Biz buni odatda select case deydigan bir xil ko'p ahvollik tanlash jumlasi va shart jumlasining bir xil varianti. Shuni bilan ishlaydik. Ammo men mayada ham oddiy ham qulay bo'lsin uchun ma'ni tushunishga bo'lsin uchun shart jumlasini qo'llanib qo'ydim. Ma'noda bir qancha programni ortiq yozishim mumkin. A deganimizdan 3 bo'lsa, u holda form 1 ninki iconsi deganimizdan picture 3 ninki picturesi. Agar a deganimizdan 4 bo'lsa, u holda form 1 ninki iconsi deganimizdan picture 4 ninki picturesga. Agar a deganimizdan 5 bo'lsa, u holda form 1 ninki iconsi teng bo'lsin picture 5 ninki picturesga. Hem biz jami 5 dan picture olgan, qimmat 5 ga olgandan keyin davomli almashib turish uchun agar a ninki qimmati cho'ngib ketsa 5 dan, u holda a deganimizdan 0 ga aylanib ketsin deyli. 0 bo'lsin. Programni qo'zg'ab boqay. O'zgaryapti-ku? Gap qilayotgandek ko'rinish chiqdi hozir. Yani shunday program yozamiz. Ma program bir qadar ko'p. Chunki biz shart jumlasini qo'llandik. Aslida buni shart jumlasini qo'llanmay, ko'p ahvollik tanlash jumlasini qo'llansak, texnik oson bir taraf qilamiz. Left degan inglizcha sol degan gapni ko'rsatadi. Sol. Ham bu yer demakchi, men left 0 o'rinda ekan-ku hozir ma'vo. Bu doim form 0 o'rinda turadi ko'pincha ahvolda. Yani qo'zg'algan vaqtida mush o'rin 0 deb qaraydi. Endi biz ma formning ichiga ma'lum bir narsani olsak, ma'nimi left va ekan-ku. Egizlik yo'nalishda surpaqay, unda sursam left o'zgarmidi, shundaymi? Men ma'vo yo'nalish bo'yicha surpaqsam o'zgaryapti-da. O'zgaryapti. Demak, mushu ko'znakning so'l tarafidan, ya'ni eng so'l tarafidan boshlab mushu o'ringacha bo'lgan orliqni ko'rsatadi. Bundaq ekasam 0 bo'ladi. Bundaq sursam 120 bo'ldi degan gap. Mush narsani timerdan bir nelib to'xtovsiz mush orliqda menib turadigan qilib qo'yay. Yoki bo'lmasa ko'chabtizda ustida bir quruq xat chiqib turdi-ku. Ko'chabtizda ustida bir quruq xat chiqib turdi-ku. Biz mushni ashundaq bir label nashta bir narsa qilaylik. Xayrlik sahar degan mush bir quruq xat
bizga shundaq meni pasun demoqchi. Men maninki bir qancha xil xosligini tangshibda avval. Buning auto size deydigan bir xosligi bor. Buni rast qilib qo'ysam, xatning cho'ngligida bo'ladi bu. Endi men timerdan birini ilib bundaq bir qor program yozdim bu yerga. Label birninki lefti deganim tang label birninki leftiga qo'shib beraman 100 ni. Agar label birninki lefti cho'ngib ketib qolsa, yo'q leftiga qo'shib beraman label birninki lefti cho'ngib ketib qolsa, form birninki kengligidan u holda label birninki lefti teng bo'lsin 0 olamiz label birninki kengligini shart oxirlashsin. Men programmani qo'zg'atsam hozir ma'nosi yurishmamda. Sababi timerninki biz intervalini tangshimidik. Biz menga men qilib tangshib qo'ylar. Programni qo'zg'atdim. Yo'q, misol tezroq qilib qo'yaylik mana. Timer birninki intervalni 100 qilib qo'ydim. Hadi yurishadi. Men kirkitida kirkitib qayoqdan chiqdi qarab turing. Qayoqdan chiqadi-da? Mush umum programmada left deganni jiqishlatdik-ku biz. Ya'ni sol taraf yo'nalish bo'yicha mengishni ko'rsatadi. Agar label birning left'i cho'ngib ketib qolsa, ma formning umumiy kengligidan, ya'ni mayakaga cho'g'an kengligidan ma'ning left'i cho'ngib ketsa, ya'ni bujekka cho'g'arliq cho'ngib ketsa, u holda label birning left'i 0. Ya'ni 0 bo'lgan ya ish bujekdi-ku. Bujek bo'lib qolsa, maqsad mayak taqqa chiqib qoladi masalan. Biz ashtaq 0 deb tanqib qo'ysak, bunda xatolik yuz yurdi. Mayak shaqqa chiqib oldi-ku. Hem biz yana tedrij ma ri h a s mashta qalat ko'rinsin desek, mayada cho'qim ma'ning umum kengligini mana 0 dan elib o'tishimiz kerak. Shundaymi yo'qmi? Label birninki kengligi deb qo'yamiz. Shuning uchun ma programma to'xtovsiz aylanib mangadi degan gap. Picture xosligi. Bu picture degan gap shu orqa ko'rinishga rasm seplashni ko'rsatadi. Sen xohlagan bir parcha rasmni shu bir parcha rasmni orqa sahnaga seplayman desam, sepildi hozir. Yoki bo'lmasa boshqacha bir parcha rasmni seplasak ham bo'ldi mana. Orqa ko'rinishga rasm seplash uchun ishlatildi. Shkalaga munosabatli bo'lgan bir qancha xoslik bor mayli. Ya'ni egizlik, sol taraf, üst taraf kenglik deydigan shundaymi? Bu butun egizlik ham kenglikni ko'rsatmasdan ichki qismidagi, ya'ni mana ko'ksizlikning ichki qismidagi mush orliq bilan mush orliqcha bo'lgan orliqlarni ko'rsatadi. Masalan, text boxdan birini oldim. Mush text boxni men odat kichik qo'zg'alish qilamki, mushning lang to'lab turadigan qilmoqchi bo'lsam, ashkal degan xoslikdan foydalanaman. Load yozsam bo'ldi, endi razmir o'zgaradigan narsa bo'lgan keyin resize yozsam bo'ladi. Ko'pincha to'g'risi resize yozish. Text birninki shkal text birninki left'e deganim tang form birninki shkal left'iga deb yozib qo'ysam, programni qo'zg'atsam, sol tarafga to'g'rilab berdi-ku hozir, Asli o'ttirdagi narsa ham bu. Kelsam o'ttirdagi programni qo'zg'atsam, mayoq to'g'rilab berdi. Endi eng ustiga men bulon qapirib o'tmay desam, yana text birninki to'pi deganim tang form birninki shkal to'pga shundaymi? Form birning shkal to'p deganimiz ish bulonni ko'rsatadi. Egizlikni mash eng ustini ko'rsatadi musharliqni. Bo'lsa, shuni shuyag to'g'rilab bersam, aprib oyag to'g'rilab berdimi? Endi buning kenglik egizligini mana shu ko'znak lang to'ldirib desam, text birninki egizligi deganim tang form birninki
shkal egizligiga. Programni qo'zg'atsam, egizligi to'lab chiqdi. Endi kengligini to'ldirib o'tmay desam, text 1ninki kengligi teng bo'lsin form 1ninki shkal kengligiga. Programni qo'zg'atsam, to'lab chiqdi. Shundaymi? Cho'ngaytsam teng cho'ngaydi, kichiklaysam teng kichiklaydi degan gap. Ashunda bir ehtiyoj kelib qolamiz. Masalan, mush 4 qor programni bir qor kichiklaytgan bo'ladi deyapmi deb. Buni bo'ladi. Masalan, text 1ninki mouse deydigan bir usul var. Ana chiqib turdi left as single, ya'ni sol tarafininki qiymatini berganmiz mayaga shundan birinchi ulab. Bu yerga odatda form 1ninki shkal leftini berdik. To'piqma form 1ninki nimasini beramiz? Shkal topni berdik. Kengligi hamda form 1ninki shkal kengligini berdik. Endi egizligiga form 1ninki shkal egizligini verdik. Ustidagi ma'qul programmani hamda o'chirib etdimi? Programni qo'zg'atay. Qo'zg'atsam o'xshashmikan? Unim o'xshash. Mana. Cho'ngaytsam teng cho'ng, kichiklaysam teng kichik bo'ldi degan gap. Buni 4 quruq yozmasak, bir quruqlam yozsaqmi bo'ladi shu xil qimmatni. Ya'ni mow degan usuldan foydalanib, yotkash degan usuldan foydalanib bir quruq yozsaqmi bo'ladi. Mana tushundingizmi? Endi bu yerda deyotganmi shkal lafet, shkal top, shkal vidiz, shkal egizlik, shkallangan egizlik degan maqimmatlar mushning ichki qismi qarta bo'ladi. Endi biz misolanga bundoq chiqarib baqaylik. Text 1ning ichiga text 1ning teksti deganim teng form 1ninki egizligi olsun, egizligi olsun. Endi yana shuni bilan birga form 1ninki captioni deganim teng olsun, form 1ninki egizligiga. Ya'ni shkallangan holatdagi egizligiga. Ikkisiga san o'xshashmi? O'xshash emas. Ya'ni mashaydan ko'rilish bo'ladiki, shkallangandagi qimmat haqiqiy egizligidan kichik bo'ladi. Sababi ma egizlikka ma'o ustinki qismidagi titlesi, ya'ni mavzusi to'nim qo'shilib ketilgan. Ma'arliqmi? Shuning uchun shunda qimmat o'xshamagan holat chiqdi. Endi nima ish qilmay to'g'rilgan vaqtida, masalan, text 1ninki to'pi deganim teng form 1ninki to'pi deb yozmaymiz desak, form 1ning to'pi deganimiz mush form 1ning ekrandagi qaysi o'rinda turganligini ko'rsatadi. Hozir mush o'rinda turyapti. Demak, buningki to'pi mush eng egiz o'rinda mushakayga cho'g'an orliqni ko'rsatadi koordinatdagi. Mush bulonga kaychi. Ekranning ustida mushakayga cho'g'an orliqni. Programni qo'zg'atsam, demakki, tabiiy ma'vo mush o'rinni ko'rsatmasdan, ya'ni ma bulongni ko'rsatmasdan menga ekran bilan mushninki bo'lgan orliqni ko'rsatadi. Masalan, bunda qilsam, ma'ni boshqa yerga yozay. Komandadan birini ilib yozay. Komandadan birini oldim. Programni qo'zg'atib, men etib tutdim. Hozir meni bassam, men peskga servetda, chunki men orliq, mushunchalik orliqni mayaka servetdi-ku. Men texim peskga qilib, men unda bassam peskga tushib ketadi ma'vo. Tabiiy peskga tushib ketadi. Agar men unda qilib yaqinga kelib qo'ysam, tabiiy ustiga chiqadi. Ma'arliq bilan ma'arliqdan hozir. Demak, bu ekrandagi o'rni qarta belgilashib berib qo'ydi. Shuning uchun biz bu yerda muqimaldagi to'pni ishlatmasdan shkallangan holatdagi, ya'ni shkal to'pni ishlatamiz. Bu shkal to'p deganimiz ma'voning ichidagi, mushu ko'znakning ichidagi, mush 4 girvakning ichidagi oq rayon qarta mashg'ulot yapardiganlik uchun bu o'zgarmaydi. Qanchalik qilsaqmi, o'rni o'zgarmaydi.